أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثال الصحيح آخره اضرب عنصر امنع أكرم يك أكرم سرح سب إلى آخره. Ahirisi sahih olan lamsız olan emrindeki misali izrib unsur imna ukrum yak ekrim serrih sib za sa bi dum khab akim o o'xshashdir. Ahirisi idg'om qilingan lamsız olan emrindeki misali ruddu, rudda, ruddi, urdut. Firre, pirri, iprir. Adda, addi, i'adat. Habbe, habbi, habib. İhtacca, ihtacci, ihtacic. Dur. Ahiri, her pillet olan, her pillet olan emir. Lamsız olan emirinki misali. İrmi, udu, ihşe, ehdi, Rabbi ihtepi inkadi, dur. İkincisi, lambeden boğan emir deylemdi. Biz hem de aldığımız dersimizde 4. peslindeki dersin tünügün okup, yani azrak okup, şunu toxtatqandık. Hem de 4. peslindeki umum mezmunu tövende, yani tünügünki ders deyişçe, emir degan iş muzaridin. Hasıl bolğanlığı bu emirninki hasıl boluş iki xil. İş bilen bolğanlığı. Yani emirninki üst iki bolur ekan. Birisi lamsız olan emir, indi birisi nima? Lam bilek, endi lam kelmekçi. Endi lamsız olan emirninki özü o nimadan alimiz deydi o? Fil muzari muhatapdan alimiz deb. Şundan o gap nima qildi? Tugidi. Tügendikin aşk kaydını hemen yukarıda nima qilgan onu degandim. Degandikin hem de bugünkü dersimizde mana bu iki amel olup birinci amelde şu muzari, fil muzariniki muhatapniki ahir harfi qaraymaymiz degan. Ahir harfi eğer sahih bo'lgan bo'lsa, onu nima qilamiz? Onu sakin qilamiz degan to'q. Shunaqa sakin qilamiz degan. Sakin qilamiz degandikin misol endi. Ahiri harfillat mana ahiri sahih bo'lgan mana emrniki nimasi misali lamsız olan emrin misali misalı sahih ahirihi degan ahirihu degan shu. Yani ahiri sahih bo'lgan emrniki nimasi misali mana töbankidir. Mesela izrib mana. İzrib nimadan olamaymiz? Tajribudan. Tamam mı? Tajribudan olgandan birinchi amalda uniki ahiri qaraydigan bo'lgan, ahiri sahih va sakin qilgan bo'ldik. Uni nima qildik? Ana izrib deb sahihcho, uni sakincho qildik mana. İzrib unsur imna akrim sarri sip. Tamam, hammamizning oxiri bu yerda nima bo'ldi uningda? Hammaniki oxiri sahih bo'lganligi sakin qildik. Mana za va da yadam. Mana sa va sa yasam. Bi ba yabiyun. Dum khab akim. Mana bu oxiri nima bo'lganligi misoli, oxiri sahih bo'lganning misoli men mushtaq sakincho qilamiz. Bu. Hem ahiri mudgam bo'lgan bo'lsa, biz tünüki dersimizde ahiri idgam kılıngan aşındaq bir pil bo'lgan bo'lsa, onundan emir çıkırış üçün onunki ahiri mana yapulu babıdan bo'lsa 4 vece, 4 xil o'qiladi. Eğer yapulu babıdan bo'lmagan bo'lsa 3 xil o'qiladi degan to'q. Endi shuning misoli deydi. Shularki misoli mana rudrat ruddu radda yuruddu emas mı? Raddu emas, ruddu. Mana ruddu, rudda, ruddi, urdut. Anıdır raddu bo'lib qapti, raddu ra emas, ruddu. Radda yaruddu bo'lgandan nasara yansuru babıdan. Nasara yansuru babı bo'lgandan ruddu deymiz. Bu bir xil yo'l. Rudda ikki xil, ruddi 3, urdut 4 xil. 4 xil o'qiymiz. Endi yapulu babıdan bo'lmagan bo'lsa, uniki oxiri mudg'am bo'lib, o'chan o'zida buniki oxiri qancha xil o'qiydik? 3. 3 xil o'qiydik. Mana bu firra firri iprir.
Mana buningda bu nima yo'q uningda yapulu babida bo'lgandagi peş o'qish yo'q. Pirru demaymiz. Tamammi? Pirru demay pirrala deymiz. Bu bunda bo'ladi. Mana adda bu yapulu babida bo'lmagandan keyin buniki oxirini 3 xil o'qiymiz. Mana birisi zibar, birisi zir, birisi nima sakin. Mana adda, addi, iyadat deb çok o'qiymiz. Endi habba, habbi, habib. Mana habba desak, uçaniki o'zida bu yapulu babida bo'lmadi. Bab bo'lmagandan keyin buning oxirini qancha xil o'qiydik? 3 xil vaji. Mana 3 xil vaji habba. Bu asli moziga o'xshab qoldi ana shakl jihatdan. Habbi. Nima o? Habib. Mushtaq çok o'qiymiz. Endi ihtijja. Buma yapulu babidan bo'lmagandan keyin buningki oxirima yana qancha xil o'qiladi? 3 xil. Tamam, ihtijja. İhtijji, ihtijij. Mana ihtijja degan vaqt o'zida mozi bilan amr o'xshab qoldi ekan. Deydi endi. Shuning bilan oxiri mudg'am bo'lgan bo'lsa, bundaq amrniki mushundaq nemisi oxiri mana 2 xil o'qilib, birisi 4 xil o'qiladi ekan, pashlik bo'lgan bo'lsa, yana birisi 3 xil o'qiladi ekan. Buni nima qoldi? O'qib oldik qanday. Faqat yapulu babidan bo'lgan bo'lsa, sulasi mujarrad bo'lib, uçağımızda bununki oxirini 4 xil o'qiydigan bo'ldik. Ama yapulu bo'lmagan bo'lsa, men sulasi mazid olsun, men mujarrad olsun, uni qancha xil o'qiydi ekanmiz? 4 xil. Nima 3 xilcha o'qiymiz. Endi bu yerda ma gapni bunda o'qishimiz, agar Qur'oni Karimda tajvid qilib, mushuni o'qisak, mana 7 qiroat, 10 qiroat deymiz-ku. O'qigandan keyin men mush shaklda o'qisak bo'ladi qiroatning o'zida. Firru ilalloh degan oyat bor. Aşağıdamda yani bu cem'i olsun, onunki mufrid kip qolgan bo'lsa, masalan, pirra deb. İşte men pirra deb yeydiz ya aşağıda kip qolgan biz yani Asimninki rivayetga asosan biz hozir hamma Qur'on asosi bo'ladi. Bu biz o'qamash qoidaga asosan agar mushundaq yapulu babidan bir mudg'am bo'lgan bir pil kip qolgan bo'lsa, o'chani o'zida 4 xil o'qisak bo'ladi. Kur'an 4 xil. Labzi o'qishimlar ma'nosi hammasi nima o bir. Ammo yapulu babidan bo'lsa, uniki oxir 3 xil o'qisak çok bo'ladi. Bu xato emas. Bu bir tajvid o'qa odamniki, bu nima bo'lgan bo'ladi? Bir o'qin qoidasi bo'ladi. Buning bilan anadan xatolashmaymiz. Endi oxiri mo'tal bo'lganning misoli. Tamamda. Ahiri mo'tal bo'lgan bo'lsa, bir muzariniki muxotabning oxiri uni sakin qildik. Shamamda. Sakin qilgandan keyin amrlik oxiri sakin bo'lgan, mana mo'tal bo'lgan pilniki misol nima deydi? Desa mana 20. Shamamda udu. Mana sizni 20 ya yavati. Yani yav bo'lgandan keyin ya mana harflarni o'g'in tashvatdik. Shu 20 deymiz. İşte so'zmaymiz yani bu qiroat qilgan vaqtda. 20 yazayt deb. Ya oğamız 20 tabi işkarib miktarı sözlük ya onu kılmayımız yani. 20 udu, ihşe, ehdi, ehda yuhdi. Tamam mı? Rabbi, Rabba yurabbi terbiyetenniki nimesi o emri. Çünkü bu nime onun naks. İhtapi dedik, ihtapa yahtapidin iptala yaptailununki nimesi o emri oğan buldu yani bu naks. İşte ama anında uçuk oğan harfini iptaşvazsak naks çıkıdı da o dersimizde dedik. Mesela ihtapanınki üzerine mesela ilip bilen tanı taşıvasak ne bo'ladi? Sulas mazid bo'lgandan keyin buni ush qarpa dedik, ikki harf ush biz bilan tanı taşıva xapa, yaxpi. Xapiya ya yaxpa bunda bo'ladi, shu naqsan. Nima deymiz? Buniki amrlar ibtala babida kelganmi? Uni ixtapi deydigan gap. Endi inqadi. Mesela inqada yanqazi bo'lgan bo'lsa, uçaniki üzerinde ne buludu bu? İnkada yanqazi olan olsa bununki ahire naqs olgandan keyin, men naqs olgandan keyin a harfini taşıvatdık şu inkadi deb uni qo'ymaymiz, so'zmaymiz. Inkadi. Yani mushundaq çok buludu deydi. Şunun bilan men tuniginki o'qigan shu darsga asosan amr 2 xil bo'lib buludu debdi. Birisi lamsiz olgan amr. Lamsiz olgan amrniki o'zini qandaq chiqirib, qandaq o'qiydiganligimizni men hozir nima qildi? Tugidi. Mayli rubay mujarrad olsun, rubay mazid olsun,
Mayli sulasi mujarrat olsun, ya sulasi mazid 12 tane bablarniki olsun. Yoki rubai mujarrat meni bir bab, yoki rubai mazid olgan men 3 babdan olsun. Buniki hammasiki amrni men mushu tunugin va bugun tunugin o'qigan qoidaga asosan mushunacha o'qiymiz. Tunugin o qoidani o'qidik, bugun misollarni nima qildi ko'rsatdi. Buni bilan nima qildi hozir? Mana amrni hammani arabniki og'zidan ya Qur'on, ya hadis yoki boshqa bir kitoblardan ashtaq bo'lsa, mazi muzari tep basaqlar uni qaysi bob ekanini o'qiblar, uniki amalga chiqaryapmiz. Mana bundaq nima o qoida endi. Endi lamsiz bo'lgan amrchi ashtaqchi bo'ladi. Endi mayada vanna usani. Yuqori degantiya amr muzaridin asıl olan emir, muzari asıl oldu bu iki xil oldu dedi. Birinci xili lamsiz olan emir meni tügidi. İkinci xil emir var mı dedi. Yani izdirip, yazırıp deydik kandı. Biz hem ikinci xil emir geldik. Lam bilen kelgen emir. Meni ikinci emir lam bilen boğan emirdi. İşte şu mu? Lam bilen boğan nemidir o? Emirdir. Yani onunki beşiğe nemi keldi o? Lam. Zir u kululgan lam keldi o. Liyadrip. La yazırıp la okulmaydı, la dep zibar okulmaydı. Li dep nemi kılıdı? Okuludu. Mene buyuruludu bununla yani lam bilen boğan emir bilen buyuruludu pailini gıybette, hikayette. Mene gıybette boludu. Bunun muhatap yok. Muhatap yok onun gıybet kança 6. Hikayet 2 nime 8. Şu bununki 8 kançı dedi o? 8. Dedik kuan de 8 oldu dana. Şu an liyazirip badıdık. Şu an de detazirip de nemi kemmeydi o? O yelek muhatap o emir unudu şu kemmeydi. Fakat gayb. Ben de bunun neymiş gayb geldi olsa? Mesela liyazirip diyen gapning özü nima? Mesela liyaqra deydi mi bizga en yakın bo'lgani? Liyaqra degan gap o'qisin degan gap. O'qisin degan gap. Nima o'qisin degan gap? Ha, mayat yok adam dep koychuma o'qisin degan gap bo'ldi. Bu nima bo'ldi? G'oyib bo'ldi. O'qiyman dep qo'yamiz, men o'qiyman jimon, ya dep o'qiymiz biz dep mana o'qishimiz kerak, men o'qishim kerak deydi, bu g'oyib bo'ldi. O'qishim kerak degandan keyin bu adam o'zi kelgan ishniki o'zi xabar bergan bo'ldi yani. Hamda o'qiysan dep yillik adam o'zi tursin, bizim Uyg'ur tilida o'qiysan, o'qishing kerak deb unda bo'lsin, lekin unda arab tilida shu kelmaydi. Bu ma'lumda. Şu an emir bağlamındaki yani ma'lum 8 kancı dedi o? 8. Dedik 8 oldu. Şimdi bu lamsiz, lam bilen boğan emirindeki tamamı evvelki emel bilen buludu. Zir okulgan lamni kirgizgendikin hemen paylı için boğan muzari mebniga. Paylı için kurulgan muzariga zir okulgan lamni kirgizgendikin birinci emel bilen lamni kürüyü, lam bilen boğan emirindeki işini kılıdı o, tügeydi deydi. Birinci emel nimeti ahir kalayımız tügeydi o. Şu an de, bunu da bu lam bilen boğan emirinin üzüden bu her muzarı düşürüvattimez, düşürmeyimiz diyen gap yok. Şu de, lamsiz olan emirde iki xil emel var, birisi ahiri, yeni birisi tanı düşürüvattık, onu yeni karayttık. Lam bilen boğan emirde o li zir okulgan li keldi o yer muzari çüp keldi degan gap yok. Muzarining harfi çüp keldi degan gap yok. Muzari harfi nima qilmaydi o? Tushmaydi. Unda uni amirni nima bilan bo'ladi? Birinchi amal nimati oyada uniki oxiri qolish. Uning oxiri qolsa bo'ladi. Oxirisi o sakin qilamiz. Shunaqa agar oxiriniki shu oldiga kelib yana sakin bo'lsa, o'chani uni tashlatamiz. Shunaqa mana mudg'am bo'lgan bo'lsa, uni da yapılı babıdan bo'lgan bo'lsa, uni qanday qilamiz? Uni 4 xil o'qish durust bo'ladi. Mana yapılı babıdan bo'lgan bo'lsa, o'cha 3 xil o'qiymiz. Naqs olsun nima qilamiz? Tashvatimiz. Shu bilan bu lamda qo'ygan amr buni bilan nima qiladi? Tugaydi. 8 dona sig'i. Mana zir o'qilgan lamni kirgizgandan keyin payl uchun bo'lgan, payl uchun qurilgan muzariga bir payda için yani ma'lum payda mesela yazirib nima yazribudun alamiz. Yazribu degan ma'lumdan. Ma'lum degan pay degan shu ani. Pay ma'lum. Buni pay uchun qurilgan majhul emas. Pay uchun qurilgan bo'lgandan keyin buni da olgandan keyin
Onu lini kirgizsek, yazır bunu beşke lini kirgizsek, onun için ikinci emelde ahir qarab, ahir sakil olsa birinci emel qalaydık o. Uçağımızda seyo sakil kılsak uçağı yazır beni tügedi. Uçağı yani şirvatimiz, şirvatkan yani hareketlik mi, hareketlik emez mi? Hareketlik Osman'da kılımız, sakin mi Osman'da kılımız, o zırh kılgan lamni, peş kılgan lamni ekilimiz demeyiz. Onu nait asan değil. Bir iş bilen tügeydi bu işteydi. Mesela liyadrib, linazrib degan o'xshagan mıydı? Tamam liyadrib. Mana liyadribdeki üzerine bu pay için kurulgan muzariga kirgizgan bo'ldik. Mana shu yadribu. Tamam yadribuga lamni kirgizgan bo'ldik. Zir o'qilgan lamniki yani li degan lamni kirgizgan bo'ldik. Shuni oxiri sakit qildik, ish tugadi. Tugaydi shuni mana. Liyadrib, linazrib mana. Ma'noda mana liyaruddu, liyarudda, liyaruddi, liyardut. Anladıma tötveci nemekte bu yapılı babdım bolsa, mudgan boğa vaxtızda okuş durus de ma'noda tötveci ne boludu? Durus oludu. Şunu qoşaşır. Liyarudda, linarudda. Bu maşının nemi koludu oxşaydı. Oyna liyarmi, liyarmi, linermi. Bu aylık ahire anında ne boludu? Men ahirindeki üzü bunun da harflerde olsa nem kattık onu taşva tutuk. Tamam mı? Taşva tutuk. Aşu 20 desek ana aşu birinci emelindeki üzede aşu ahir harflerde taşva tutuk. Bunun mukattımız onu da taşva temiz. Şu an. Liyermi, liyermi, linermi. Ve buyrulurdu bu. Bu lamdık. Boğan emir bilen mef'unni hitapta, gaybette, hikayette deydi. Yani okşamaya tarafımış olmuş. Dikkat kılış gerek. Hem de bu emirniki lamlık olan emirniki üzü, şöyle mi? Lamlık olan emirniki üzü, ne bu kapta uçağın üzerinde, lamlık olan emirniki ma'lum boğa vakti üzerinde 8 tane sek çıkıdı. Onun muhatap yok. Ama bunu mecul gaylandırsak, benim yerde deydi o. Mef'ul ne? Benim mef'uldan buyurulsak. Yani mef'ul gibi bir yerde mecul de pişensen olur demdi. Şöyle mi? Mecul. Ve buyuruldu şu lam bilen, boğan emir bilen mef'ul yani meculni hitapta, gaybette, hikayette. Anda o halde bu yılki lamlık olan emirniki ma'lum boğa vakti 8 sigan, mecul boğa vakti kaç sigan oldu? 14 sigan oldu. Uçağınızda gaybet mi keldi? Gaybet kaçça? 6'dan. Gayb şuna mı de? Muhatap kaçça? Umma 6'dan. Şu 6 kaçça? 12. Ha mutkellim gayr, 2'ni 12 koysak kaçça? 14. Bu 14 çıkıyor. Bunu ne kadar gerek? O kadar çok gerek. Şimdi bu mecul olan şu mecul olan yılki lam bilen boğan lamda kılıp mecul olan emrindeki tamamı birinci iş bilen boludu zir okulan lamni kirgizgendeyken nemege mef'ul için kurulgan muzariga. Mene mef'ul için yani mef'ul degenige mecul degidik. Şu muzarin mecul qıp bolgandayken şuna mı yud rabu dep qıp bolgandayken şununğa neme qilamiz? Lamni kirgizimiz. Şuna mı lamni kirgizip 100 rabu bolgandayken yazırıbını 100 rabu bolgandayken onun beşi lamni kirgizip li 100 rabu olamda onun ahiri sakın kılımız tügeyden. Yani müştak çok boludu deydim. Gayet asan deyin gibi. Birinci iş geldi o. Birinci işte 5'ga zira okulga lamni kirgizsek lan mecbulun 5'ga uçağınızda bu lam bilen boğan emrinin işi şu tamam boludu deydi. Mesela li tudrab, li yudrab, li uzrab, li nuzrab degenge neme okşagan deydim. Mesela li tudrab desek, ese li tuzrabdaki üzerine ziber mecul olan, şu an mecul olan muzarin aldık yani tudrabudun. Onunki 5 gan, ben ahirde sakin kıldık, sehih oğandaki onun 5 gan zira okulgan lan ekirip koysak oldu. O yerde tanı düşürüvatimiz, tanı irmandak mı ki demeyiniz. Şuna li tudrab, yani li yudrab aşo tanı düşürüş yok manada, ama lamsız olan amirden neme düşürtü, tanı düşürtü. Bu. Mene li turadda, li turaddi, li turdet.
degan o'xshagan. Endi bu yerda majulniki o'zida oxir mudg'an bo'lgan vaqtdagi o'zida bu nima bo'ladi? Buni 3 xil vaji o'qiladi. Biz endi radda yaruddiniki lam kirgan vaqt o'zida buniki oxiri qancha xil o'qiydi? 4 xil. Chunki yapulu babidan bo'lgandan keyin an oyata li yaruddu li yarudda li yaruddi li yardud deb o'qiydik. Ammo majul bo'lgan vaqt o'zida buni 3 xil o'qiymiz. Nimishqa? Chunki majul bo'lgan vaqtda nimishqa o'qilmaydi? Nimishqa 4 xil o'qilmaydi? Chunki majul bo'lgan vaqt o'zida uniki ayniki barobar kelgan harfni nima o'qiymiz? Zibar o'qiymiz. Pesh o'qish yo'q. Şu an pesh o'qish yo'q. U muzarini ma'lum majul aylandırsak oxirgi harfni oldi nima qildi? Zibar qildi. Tamam de. Unda o'g'andan keyin u yer pesh yo'qab ketdi. Pesh yo'qolgandan keyin u yer pesh o'qilish bu majul yo'q. Shundan o 4dan 1ni evatganda 3 xil o'qish qilib qoladi. Mana yuraddu desek aslima yurdadu. Yurdadu bo'lgandan keyin oxir daninki oldi yeni bir da pesh o'qildimi? O'qilmadi. Nima o'qildi o? Zibar o'qildi. Zibar o'qilgandan keyin shu u yerda qancha xil o'qish durus bo'ladi? 3 xil. Agar yur dudu bo'lgan bo'lsa, o'sha 4 xil o'qiydik. Du deb o'qilmagandan keyin chunki majul qilish uchun uniki oxirgi harfning oldini zibar qildik. Shu 3 xil o'qiymiz deydi. Va shuni o'xshashdi li arudda li narudda. Deydi. Mana durus olmaydi, pesh o'qish ma'amirda. Mana hozir biz degan gapni dedim. Ma'amirda, qamirda mana lam bilan bo'lgan amrniki majhul. Tutamamdi. Lam bilan bo'lgan amrniki majhul bo'lgan vaqt o'zida buniki oxirini pesh o'qishga bo'lmaydi. Li nima? Majhul qolgan vaqtida. Li nima? Li yuraddu deb o'qishga bo'lmaydi. Li yuraddu deb o'qishga bo'lmaydi. Nimishqa? Mana bu zamniki matbuuniki yo'qolganlik jihatidan. Zamga ergashishilgan narsa bor. Tamamda zamniki matbui. Yani zamniki nimba qilib bu zamniki matbui. Zamga ergashilgan u biyasi u yerda yo'q. U yer yo'qolib ketdi. Nimishqa? Chunki ma'lumotni nimati yarudduti. Tamam yarudduti. Bu pesh majul qandikin u pesh nima qilib ketdi? Yo'qolib ketdi. Nima bo'ldi u? Li yuradda. Li yuraddu bo'ldi. Li yurdadu. Ana da degan pesh nima qilib ketdi? Yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketganligi uchun shu yerda nima o'qilmaydi? Pesh o'qilmaydi. Men u matbu nimati raniki zimiti. Raniki nimisiti pesh o'qilishiti. Mana yap ulu o'g'ani yar dudu. Oxirgi dal emas, uning oldidagi dal ayni barobar kelgan. Yar duduga yap ulu ana. Yap ulu. Mana amr hamda bu yiliq nima hamda bu yiliq hamda naqs ninki misoli li yurma li urma li nurmadur. Bu o'xshash. Shu ma'lum o'xshash. Tamam onun oxirini muqaddimaymiz. Onun oxirindagi harfni tashyapmiz. Uniki 5 xil lamni ekib qo'ymiz, shuni ish tugaydi. U yer tushyapmiz deydigan gap yo'q. Harf muzorat. U yer li urma degandan keyin o'sha harf muzorat hamzati ya uni tushirish degan gap u yerda yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin bu bir ish bilan oxirginiki qolib uning oxirgi nima bo'lsa, uni qanday bo'lsa, sayvos sokin qilish, mudg'am bo'lsa, o'chanimizda 2 xil o'qish degan gap bilan agar uning oxirini bo'lsa harflarni tashvitish degan gaplar tugaydi. Uning 5ga harf muzoratning 5ga zir o'qilgan lamni akib qo'ysak-chi, u nima qiladi? U bo'ladi deydi. Mana li yurma, li urma, li nurma. Masalan, li yurma degan vaqt o'zida nima bu? Asosiy yurmayun. Tamamda yurmayun. Bu yub'alun majul emasmi? Majul bo'lganligi majulligi pilniki o'zida oxirgi harf nimati yoti, ya'ni oldi mimti. Mimni nima qilamiz? Zibar qilamiz. Li yurmayu bo'ldi. Li yurmayu bo'lgandan keyin ya'niki o'zini ilib qalb qildik, ammo bu harf illat bo'lgandan keyin uni qalb qilmay shu tashyapmiz. Li yurmal bo'ldi. Li urma li nurmala bo'ldi. Shuning bilan hozir endi amr 2 qism bo'lganda lamsiz bo'lgan amr, men o'tganki darsimiz tugadi.
Yani lamlık olan əmrindeki üzünü biz hazır nemi kıldık hem de tügettik. Mana şu 22 babniki qaysi babni bir pilkip qalgan bolsa, men əmrini biz muşu qaydaga asosan chiqarishni o'qib ketdik. Mayli sahih bo'lsin, mayli ajab bo'lsin, tushunamdi? Mayli mudg'am bo'lsin, mayli naqs lapib multavi bo'lsin, qaysi olgan bo'lsa, biz hozir muşu o'qigan, muşu 4-faslniki qaysiga asosan o qaydani chiqarib ketdik qanday. Bir tilni deb qo'ysa hozir vosh deb kelgan bo'ldi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.